Mana birodarlar, ko'rib turganlaringdek, mana 69-35 soat bo'libdi. Hozir ruchniy vod qilishni boshlaymiz. Mana kartochkani mana bunisi tepaga qarab tiqamiz. Mana ketdi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana o'qiyapti, qaranglar. Mana o'qidi, ko'rdilaringmi? O'qiyapti. Mana последний olgan vaqtlaring deyapti. 7-chisloda ko'ryapsan, ruchniy mana ko'ryapsan, осуществить ruchniy vod qilasizmi deyapti. Da qilas. Ko'ryapsizlarmi? Sizlar qayerga ketdilaring? Gastnitsaga ketgansizlar, konvert qo'yasizlar. Okay bosamiz. Buni 7 qaysi chislo chiqargan bo'lsang, o'shanga qo'yasizlar. Mana 7 ga qo'yib oldik. Endi soatini 1 soat keyinga qo'yamiz. 1 soat ketgansizlar-da chunki. Birodarlar, 1 soat ko'ryapsizlarmi? 1 soat qo'ygansizlar. Okay qilamiz. Okay qilamiz. Keyin yana dashi nima qildilaring deyapti. 1 soatdan keyin deyapti. Gastnitsaga borib yotdilaringmi? Yotdik. Mana karvatda tur. Qaysi chislogacha? 10-chislogacha. Mana ya'ni bugun seshanba kungacha. Boz soat 7 bo'lsa 1 soat orqaga qilamiz. Ko'ryapsan? 1 soat orqaga. Chunki 1 soat konvertga qo'yishimiz kerak, shu gastnitsadan kelganimiz. Okay qilamiz. Mana okay qilamiz, birodarlar. Endi buni konvertga tushiramiz. Chislosi o'zini yo'lida. Bu mana deyapsiz 7 bo'ldi hozir. Ko'rib turganlaringdek, okay qilamiz. Okay qilamiz. Начало strana Fransiya deyapti. Mana подтвердите ruchniy vod. Ruchniy vodni tasdiqlaysizmi deyapti. Okay qilamiz. Готов к движению. Mana ko'ryapsizlarmi? Готов к движению. Haydashga tayyor deyapti. Mana bu yerda uycha bo'larki, mana uycha mana ko'rdinglar, uycha to'ldi mana. Ko'ryapsizlarmi birodarlar? Keyin начало strana qilgansizlar, mana qilib maltobga qo'yasizlar. Ketdi. Bir 3 minut 4 minut malta qo'yasizlar, mashinada tekshirish boshlaysizlar birodarlar. Ana shu gaplar bu ruchniy vodimiz bo'lyapti. Salomat bo'lasizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Inshaalloh yaxshi kunga ko'rishaylik. Salomat bo'lasizlar birodarlar.